mana xalqaro ko'rik tanlovda yil ijodkori medali bilan taqdirlandi. Bu shogirdimga ham omad tilayman. Mana shu ustozim Ortiq Otajonovning yo'nalishida shu qo'shiqlarni aytib kelyapti hozirgi kunda. Chiroyli bir qo'shiqni suhbatdoshlarimiz taxt qilib kelishgan. Demak, bu qo'shiq Buvayda 29-sonli madaniyat markazi to'garak rahbari Nosirjon Murobidinov tomonidan kuylab beriladi. Mukammal tarzda ham o'zlari yozgan, ham o'zlari musiqa bastalagan, ham o'zlari kuylab beradilar. Ustozlar uchun o'sha chin ko'ngildan chiqqan qo'shiqni birgalikda tinglaymiz. Bilim berib o'qidingiz aziz ustozlar. Bilim berib o'qidingiz aziz ustozlar. Fan bog'ini bog'bonisiz mehri daryolar. Bor bo'ling siz baxtimizga aziz ustozlar. Fan bog'ini bog'bonisiz aziz ustozlar. Fan bog'ini bog'bonisiz aziz ustozlar. Aziz ustozlar, aziz ustozlar. Fan bog'ini bog'bonisiz aziz ustozlar. Aziz ustozlar, aziz ustozlar. Fan bog'ini bog'bonisiz aziz ustozlar. Bag'ringiz keng otalardek mehringiz daryo. Sizlar uchun ta'zimdamiz aziz ustozlar. Sizlar uchun ta'zimdamiz aziz ustozlar. Aziz ustozlar, aziz ustozlar. Sizlar uchun ta'zimdamiz aziz ustozlar. Aziz ustozlar, aziz ustozlar. Sizlar uchun ta'zimdamiz aziz ustozlar. Sizlar uchun ta'zimdamiz aziz ustozlar. Qilgan mehnatlaringizni rohatini ko'ring. Ziyodulla, sizga ham juda ham baland parvozlarni tilab qolamiz. Yil ijodkori bo'lishni o'zi hammaga ham emas. Xudo xohlasa Ziyodulla, siz bilan ham chiroyli suhbatlarni amalga oshiramiz. Ustozlaringizni yo'lini bersin, omad yor bo'lsin. Muhtaram tomoshabinlar, ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Ustozlarimiz bilan suhbatlarni davom ettiryapmiz. Mana men shu Farg'ona viloyati 29-sonli Buvayda madaniyat sohasida shu 30 yildan beri ishlab kelaman. Ko'p ustozlarimizni mana qo'lida tahsil oldik. Mana Sultonali Mallopov ustozlarimizni, bayda mana Abdusalom Soliyev ustozlarim bor bu yerdan. Mana shu yerda Malaka oshirishda ishlab kelishyapti. Ustozlarim mana 1-sinfdan 4-sinfgacha o'qitgan. Mana shu Yoqubjon ustozimiz, bu ustozlarimizni shu o'gitlari bilan respublika ko'rik tanlovlari bo'ldik. Viloyat ko'rik tanlovlaridan boshlab tumandan chiqib men mana shu o'zimizni Farg'ona viloyat madaniyatini rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelganman. Bu yerda mana madaniyatda ishlagan To'lqinjon akam ustozlarni, Abdurahmon akam, barcha shu madaniyatda ishlagan katta ustozlarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Mana shu menga bergan fursatingizdan foydalanib ustozlarimizni, yurtboshimizni bizga bo'lgan ehtiromlarini, minnatdorchilikni bildiramiz. Mana
viloyat hokimi Xayrullo Bozorovni nazariga tushganimdan xursandman. Mana o'quvchilarimni qo'shiq ayttirib turganimda shunday kirib o'zlari shunday san'atimni eshitib, o'quvchilarni shunday eshitganda televideniyaga olib chiqing bu o'quvchilarni deb shunda aytishgan. Shundan beri mana o'quvchilarimda qolaversa mana bugungi kunda kelib ustozlar kunida ustozlarim bilan birga kelganimdan juda g'oyat xursandman. Sizga ham rahmat. Juda ham xursandmiz. Ustozlardan eshitamiz. Kimlarga tabrik yo'llagan bo'lardingiz bayram kayfiyatida? O'zimizda hamkasblarimizga, shogirdlarimizga, mahalladoshlarimizga shu bayram munosabati bilan ularni tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Hamisha elimizda, yurtimizda xursandchilik kunlar ko'p bo'lsin. Mana shu yigit qizlarni hammalarining ko'ngillaridan nimaiki maqsadlari bo'lsa, Alloh bersin. Qaysi bir ota-ona bolasini yaxshi tarbiyalab qo'ysa, u eng katta boylikni bolasiga berib qo'yibdi. Ana shuni o'zi yetadi. U boshqa boyliklar hammasini o'zi o'sha bolani o'zi topaveradi. Lekin yaxshi tarbiya birinchi navbatda ota-ona tomonidan beriladi. Hamisha salomat bo'lsin. Rahmat ustoz. Jami shu O'zbekiston bo'yicha o'qituvchilarni tabriklayman bayrami bilan. Undan tashqari shularga shunday hijoat bersinki, tarbiyalagan o'quvchilari eng yuqori qo'llardan bo'lsin, chet ellardan investitsiyalar olib keladigan bo'lsin. Mana shu texnikalarni yaxshi boshqaradigan bo'lsin. Xalqimizga xizmat, beminnat xizmat qiladigan farzandlarni yetishtirishiga ularga omad va baxt, saodat tilayman. Rahmat. Yana qanaqa rejalar bor? Yana qanday orzular, maqsadlar yo'lida izlanishlar olib boryapsiz shular haqida? Kitoblar chiqarish niyatida bo'lib turibmiz. Yaqinda shu 30 dan oshiq o'zim hozir yoshlarga o'zim she'r yozib, shu musiqalarini, notalarini shu cho'rnovoy qilib yozib qo'yganman. Qoralama qilib, endi xudo xolasa mana yaqinda kitoblarim ham chiqadi. Shu kitoblarim shu respublika madaniyatlarini shu to'garak rahbarlariga yetib boradi inshaalloh. Men hozircha respublikada mana shu viloyatda kuylatib kelib turgan bo'lsam o'quvchilarimda mana shoirlar bilan ishlayman. Iqbol Mirzo, Mirzo Karim o'zimizda shu ustozlar bilan birga ijod qilib kelaman. Hamkorlik qilaman. Demak, tez kunlarda, tez fursatlarda o'quv qo'llanmami yoki ijodiy asarmi? O'quv qo'llanma. Bu demak butun respublikaga tarqatiladi. Juda ham chiroyli. Maqsadim shu, xudo xolasa. Suhbatimiz yakunlanib boryapti. Ustozlarga bayram tilaklaringiz. Hamma ustozlarimda menga mana shu darajaga yetib kelgan ustozlarim, qolaversa butun O'zbekiston bo'yicha ustozlarimizni 1-oktyabr ustozlar va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga ham bayram muborak bo'lsin. Qaysidir ustozingizni yodga olib sog'ingan bo'lsangiz va ular aynan hayot bo'lsalar, bir yo'qlab o'tishni yodingizdan chiqarmang. Qo'lingizga ilk qalam tutqazib, harf o'rgatgan, so'zlarni so'zlarga qo'shib gapirishni, yozishni va qo'shish ayrishni hammasini o'rgatgan ustozlar bo'ladi. Ana shunday insonlarni bugun yo'qlamoq, qutlamoq biz uchun ham sharaf, ham yaxshigina bir vazifadir. Buvayda tumani 29-sonli madaniyat markazi to'garak rahbari Nosirjon Mirobiddinov, faxriy ustozlar Sulaymonov Xolmatjon ustoz hamda Asqarov Yoqubjon ustozlar tashrif buyurishdi.